buni kesib tashlashdi-yu, endi kerak emasdi. Agar yodingizda bo'lsa, biz o'tgan galgi dasturlarimizning birida Yangiyo'l tumani Mirishkor mahallasi Sohibkor ko'chasidan tanqidiy lavha efirga bergan edik. O'shanda bizga aholi quyidagilarni ma'lum qilishgan edi. Mana bu qo'lbola qilib olib kelingan sim mendan tashqari 3 ta odamga beriladi. Напряжение mana shunaqa tortib kelingani uchun, напряжение yo'qligi uchun uyimizda xolodilnik ishlamaydi. Juda qattiq shamollar bo'ladi-da. Sinib tushib ketadimi deb ham qo'rqaman. Yozgi kunida masalan haligi baribir ham xolodilnik ham ba'zi paytda напряжение kamligidan o'chib qoladi, ishlamaydi, go'shtlar sasib qoladi bu yerda. Xolodilnik umuman ishlamay qoladi. Oradan 40 kunga yaqin vaqt o'tib aholi tomonidan yana bizga qo'ng'iroq bo'ldi. Berilgan ma'lumotlarda aytilishicha, elektr simyog'ochlar bilan bog'liq muammolar ijobiy hal etilibdi. Demak, minlarda yana bir natija. Sizlarga ming rahmat. Kelib ketganinglardan keyin katta o'zgarish bo'ldi. Yangiyo'l tuman hokimi Atatullayev Odiljon akani o'zlari kelib, shu masala bo'yicha o'zlari ko'rdilar. Millar dasturi bo'lmaganda bu ko'chani ko'ra olmasdim dedilar. Kelib o'zim Kecha xabarlari yo'q